Amerikadagi eng chong musulmon tashkilotlarining biri bo'lgan Amerika Islomiy munosabatlar kengashi Hilton shirkatining Uyg'ur elining Xotan shahri markazidagi bir masjidning o'rniga selinishi planlangan Hilton mehmonxonasining qurilishini to'xtatishi va qurilishini bekor qilishini talab qilgan. Yaqında Angliya kundalik telegraf gazetining muxbiri Xotanni ziyorat qilganda Xitoy doiralarining bu masjidni chiqib etib, o'rniga Hilton mehmonxonasini o'z ichiga olgan cho'ng savdo markazi silishni planlaganligini oshkorlagan. Radiomizda aniqlash ilib berib, bu masjidning Xotan shahar markazidagi Doling masjidi, ya'ni Langar ittifoq masjidi ekanligini bayonlashtirgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Islomiy munosabatlar kengashining muavin direktori Edward Ahmed Mishel 15 iyun bosh shtabi Amerikaning Virjiniya shtatidagi Hilton yer shari shirkatining ijroiya direktori Kristofer Nasitaga xat yozib, uni Hiltonning bu qurilishni bekor qilganligini e'lon qilishi. Shundaqla Xitoy hukumatı millionlagan begunoh xalqni jazolashni to'xtatmoqchi o'zining bu rayondagi barliq savdo faoliyatlarini to'xtatadiganligini e'lon qilish orqali tarixning to'g'ri tarafida turishga chaqirgan. Edward Ahmed Mishelning aytishicha, Hiltonning irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir joyda mehmonxona ichishi axloqsizlik va qonunsizlik ekan. U 16 iyun bu vaqtdagi telefon ziyoratimizni qabul qilib, bunday dedi. Bir Amerika shirkatining irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir joyda mehmonxona qurishini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Bu axloqsizlik, shundaqla qonunsizlik. Bu qonunsizlik bo'lishi kerak. Biz doim hargiz qaytalanmaydi deb keldik. Biroq biz bu so'zning haqiqiy ma'nosini topganligini ko'rmadik. Chunki biz dunyoning har qaysi joylarida vahshiylikning yuz berishiga qarab turib yo'l qo'yib keldik. Edward Ahmed Mishel yana ogohlantirib, Hilton to'g'ri ish qilishi, bu qurilish turini bekor qilish kerak. Agar u bu qurilish turini davomlashtirsa, irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lgan bo'ladi dedi. Hilton mehmonxonasining qurilishiga yana Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti inkos bildirdi. Bu organ 16 iyun radiomizga aytgan bu vaqtdagi yozma bayonotida Hiltonni o'z ichiga olgan barliq Amerika shirkatlarini Xitoy hukumatining Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qilgan dafsandichiligidan, bo'libmi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilgan bostirish siyosatidan atrofli xabardor bo'lishga chaqirganligini aytgan. Bu organning muavin raisi Nuri Turkel ziyoratimizni qabul qilib, Hiltonning buningdagi mas'uliyatining intayin og'ir ekanligini bildirdi. Hiltonning masalasiga kelsak, bu Hiltonning da'vatgan gibi biz yerlik şirketlerinin qatımız deydi. Ya yerlik şirketlerinin ticaret qilgan chog'da vetting deydigan bir hukm bor. Sen yerlik ticaretning qaysi şirketning qandaq yerga bog'liqligini, nima ish qilganligini, moliya ahvolini, corporate governance, bu şirket boshqarish ahvolini, xizmatchilarni elish va ularni ishlatish vaziyatlarini va undan keyin bu ethical, bu axloqiy prinsip tushungan xizmat qilmaydiganligini tekshirib, ulardan ish o'rtaq tuzgan ish bor. Shu yerda Hiltonning vaziyati majburiyatdan ig'ir. Biz bir hükümet bo'lishimizdan buningda nayt ig'ir tanqidiy o'rinda turmiz. Nuri Turkelning aytishicha, bu masalani hal qilishning eng unumli chorasi Amerika savdo sohasini harakatga keltirish kerak ekan. Bu masala bizning azaldan ko'ngil bilib kelayotgan, izchil ta'kidlab kelayotgan bir masala. Endi hozir bu masalani hal qilishninki eng unumli chorasi shu Amerika tijoriy dunyosini harakatga solish. Trump hükümeti vaqtida bu business advisory ticari dunyoga maslahat ücreti taqtilgan. Bu ücretning biraz vaqt o'tib ketdi. Hozir men yangisini tashqi ishlar ministrligining tayyorlatdi. Buni shu ticari dunyoga ibarish kerak, Amerika tijorat shirkatlariga. Bu shirkatlarning roli bu hozir davom qilayotgan bu irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat va kelayajda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpikninki sponsorlik vazifasini yapayotgan Amerika shirkatlari hozirgacha g'aflat uyquda. İşte uyg'unlik emas. Bu uyg'unishninki qanchalik nima sababdan uyg'unganligini hozir Amerikaningki bu qonun tuzish organi bo'lgan kongress bo'lsin yoki ma'muriy organ bo'lgan hukumatda nati jiddiy ko'rilayotgan bir masala. Amerika İslomiy munosabatlar kengashining hukumat ishlariga mas'ul direktori Robert C. Mikowning ilgari surishicha, agar Hilton bu qurilishni to'xtatmasa, irqiy qirg'inchilikni yepishga yordamlashgan bo'lar ekan. Otherwise it would be profiting off the genocide of Uyghur Muslims. U 16 iyun vaqtdagi ziyoratimizni qabul qilganda bunday dedi.
Buni to'xtatmasa u Uyg'ur musulmonlarining irqiy qirg'inchilik uchrashidan foyda topgan. Uyg'ur musulmonlarining tarixi, ularning madaniyatini yo'qotib, uning ustiga qurilish qilish orqali irqiy qirg'inchilikni yepishga yordamlashgan bo'ladi. Uning aytishicha, Amerika hukumatı Hiltonning qonunga xiloflik qilgan qilmaganligini tekshirish kerak ekan. Hilton Worldwide Holdings moves forward with its plans. It should be investigated to see if Robert it's in violation Simikow, of any agar Hilton yer shariyasidorlik shirkati o'zining planini davomlashtirsa, Amerika hukumatı Şinjangda irqiy qirg'inchilik bo'lganligini e'tirof qilganligi, Amerika shirkatlarining buningdan foydalanishiga bo'lmaydiganligi uchun Hiltonning Amerika qonunlariga xiloflik qilgan qilmaganligini tekshirish kerak dedi. Amerika İslomiy munosabatlar kengashining muavin raisi Edward Ahmed Michelning aytishicha, agar Hilton bu qurilishni to'xtatmasa, uning Amerikadagi mehmonxonalarini boykot qilish harakati qo'zg'ashi mumkin ekan. Hilton has hotels all around the country, and so if Hilton is not willing to do the right thing, if they're not willing to stop, Hiltonning butun Amerikada mehmonxonalari bor. Agar u to'g'ri ish qilishni xohlamasa, irqiy qirg'inchilik bo'layotgan joyga mehmonxona selishni to'xtatmasa, Amerika xalqi Hilton mehmonxonalarining oldiga berib, xaridorlarga bu shirkatning nima ish qilayotganligi, kishilarning nima uchun boshqa mehmonxonada yetish kerakligini tushundirishi mumkin. Biroq biz bu ishning bu nuqtaga bormasligini, Hiltonning to'g'ri yo'lni tanlashini umid qilamiz dedi.